Assalomu alaykum. Bugun for operatori bilan tanishamiz. For operatori bu sikl operator deyiladi. Ya'ni bir vaqtda o'ziga 10 marta, 5 marta, necha marta ishlashi mumkin. Demak, buni amalda sinab ko'rsatamiz. Demak, for demak, mana o'zi asosiysi ichida nimalar bor? Forda demak, o'zgaruvchi nomini berishimiz kerak. Misol uchun A degan o'zgaruvchi kiritdik. Demak, start necha marta, qaysi raqamdan boshlanishi hozircha 1 dan boshlanib tursin va 5 ga tugasin. Qadami step by bir qadamda increasing, ya'ni bu 1 dan 5 gacha oshish tartibida bo'lsin. Endi A o'zgaruvchi yaratildi. A ni yaratib qo'yishimiz kerak. Demak, turi ham integer. Demak, bu bir vaqtda o'zida hozir ishlatsak hech narsa chiqmaydi. Birdaniga A ni qiymati 6 bo'lganini ko'rsatyapti. Ko'rinishini sozlab olaylik. Demak, biz shu vaqtda ishlayotgan paytda output ochamanda siklda nima bo'layotganini ko'rmoqchiman. Ishlatib ko'raylik. Demak, ishlatsam A bir vaqt o'ziga birinchi 1 chiqdi, ikkinchi marta 2 keldi. Har aylangan payti biza A ni o'zgarayotgan vaqtda A ni chiqarishni aytib qo'ydim. Demak, xuddi shunday qilib, agar 1 ni bu joyda 6, bu joyga 2 qilsam, bu yana o'zgarishi mumkin. Ishlatib ko'raman. 2 dan 6 gacha raqamlar o'zgarib boryapti. Agar bu joyda step by qadamini o'zgartirmoqchi bo'lsam, 2 qadamdan qilishim mumkin. Ishlataman. 2, 4, 6, 2 qadamdan yuryapti. Agar menga kamayish tartibi kerak bo'lsa, buni decreasing ga o'tkazaman. Ishlatib ko'ramiz. Hozir bu yerda xatolik bo'ldi. Nima uchun? Chunki 2 dan 6 gacha decreasing bo'lmaydi. Ya'ni bu o'sish. Shunday vaziyatda raqamlarni to'g'rilab qo'yish kerak. Masalan, 10 dan 4 gacha 2 qadamdan kamaysin deb ko'rinishga. 10, 8, 6 ko'rinishga chiqdi. Endi bizga output, inputlar bilan buni qanday ishlatmoqchimiz deb aytsak, birorta yana o'zgaruvchi yaratib olaylik. Misol uchun masala qo'yaylik o'zimizga, birorta son kiritamiz, shu songacha bo'lgan raqamlar chiqsin. A virgul B yozib oldim. Demak, ikkita o'zgaruvchi bo'ldi. Shu yerdan output ochaman va qaysi joygacha son kiritishni aytib qo'yaman. Son kiriting. Son kiriting xabarini berib qo'ydim. Endi shu yerda input B ni kiritishni aytib qo'ydim. B kiritildi. Endi A nechidan boshlansa, hozircha 1 dan boshlanib tursin, o'sish tartibida. Endi men kiritgan songacha bo'lish kerak. Ya'ni men kiritgan son B. Endi bir qadamdan o'sib borsin. Endi ishlatib ko'ramiz. Son kiriting degan xabar chiqyapti. Men misol uchun 5 yozsam, 5 ta raqam chiqdi. Yoki yana qayta ishlatib ko'raman. 41 yozsam, 41 gacha bo'lgan raqamlar chiqyapti 1 dan boshlab. Xuddi shunday qilib, agar qadami kerak bo'lsa, qadamini oshirishimiz mumkin. Boshlang'ich qiymat kerak bo'lsa, birorta yana o'zgaruvchi qo'shib, C, M, D qandaydir o'zgaruvchi qo'shib, boshlang'ich qiymatni ham o'zgartirishimiz mumkin.